Davom etamiz. Termiz shahrida sportning karate VKF turi bo'yicha O'zbekiston Kubogi musobaqasi bo'lib o'tdi. 2 kun davom etgan bellashuv tafsilotlari hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Termiz shahridagi yakkakurash sport turlariga ixtisoslashgan majmuada o'tkazilgan O'zbekiston Kubogi mazkur sport yo'nalishida faoliyat yuritayotganlarga yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Musobaqada mamlakatimizning Qoraqalpog'iston Respublikasi, Toshkent shahri va barcha viloyatlardan saralangan sportchilar o'z imkoniyatlarini sinovdan o'tkazishdi. O'zbekiston Kubogi yoshlar va katta yoshdagi sportchilar o'rtasida bo'lib o'tdi. Malakali hakamlar guruhi har bir bahsning odilona o'tishini baholab borishdi. Bu musobaqada 300 ga yaqin sportchilarimiz ishtirok etyapti. Quvonarlisi shundaki, yoshlar va kattalar o'rtasida ham juda kuchli raqobat paydo bo'lgan. O'zbekiston terma jamoasining asosiy tarkibiga zaxira sportchilari ham ularda asosiy tarkibdagi sportchilarga raqobatbardosh ekanliklarini ko'rsatmoqda. Bu musobaqada g'olib bo'lganlar O'zbekiston terma jamoasiga va o'quv yig'in mashg'ulotlariga jalb qilinadi. Bu musobaqamizda yakka qo'mita, jamoa kata va jamoa qo'mita bahslari bo'yicha bo'lmoqda. Sog'lom raqobat muhitini yanada mustahkamlash maqsadida o'tkazilgan O'zbekiston Kubogi qizg'in bahslarga boy tarzda kechdi. Bellashuvda sportchilar 4 tur bo'yicha, ya'ni yakka qo'mita, yakka kata, jamoaviy qo'mita hamda jamoaviy kata bahslarida murosasiz kurash olib bordi. Ayniqsa bellashuvning final uchrashuvlari qiziqarli o'tdi. Har bir sportchi g'oliblik uchun o'z jismoniy mahoratidan to'liq foydalanishga harakat qildi. Bellashuv yakunida g'alaba qozonganlar tantanali ravishda taqdirlanib, ularga diplom, medal hamda esdalik sovg'alari topshirildi.